Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bank kartasidan pul o'tkazmalari qiladigan har bir odam, ko'chmas mulki bor har bir fuqaro, kvartira yoki hovli ijaraga beradiganlar, oldi-sotdi qilayotganlar va hatto qarindoshlardan tez-tez pul qabul qiladiganlar bu ma'lumotni albatta bilishi kerak. Chunki yangi qoida va nazorat tartiblari oddiy odamning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Birgina noto'g'ri tushunilgan pul o'tkazmasi, rasmiylashtirilmagan ijara yoki hujjatsiz kelishuv, keyinchalik savol tekshiruv soliq majburiyati yoki hisob bloklanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun vahima qilmasdan, lekin juda aniq qilib kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak, bank kartalaridagi pul harakati qanday baholanishi mumkin, ko'chmas mulk egalari nimalarga e'tibor berishi shart, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerakligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kech eshitilsa ham odamga qimmatga tushishi mumkin. Avvallari ko'pchilik shunday o'ylardi. Bank kartam shaxsiy, kim menga pul tashlasa ham bu mening ishim. Kvartiramni tanishimga ijaraga bersam ham hech kim aralashmaydi. Uyimni sotganimda yoki olganimda asosiy narsa notariusdan o'tsa bo'ldi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Raqamli nazorat kuchaymoqda. Banklar, soliq organlari, kadastr ma'lumotlari, notarial bitimlar, kommunal to'lovlar, ayrim hollarda elektron to'lov tizimlari bir-biri bilan ko'proq solishtirilmoqda. Men bu yerda oddiy gapni aytmoqchiman. Davlat sizning har bir so'mingizdan avtomatik ravishda jarimaga tortadi degani emas. Lekin pul harakati va mulk holati o'rtasida mantiqiy savol tug'ilsa, endi bunga ko'rmay qolishadi deb ishonish xavfli. Masalan, odamning rasmiy daromadi oyiga 3 million so'm, lekin kartasiga har oy dardim ehirim million so'm tushyapti. Yoki fuqaro 1 yil ichida 2 ta kvartira sotib oldi, lekin rasmiy daromadi yo'q. Yoki uy egasi kvartirasida ijarachilar yashaydi. Kommunal to'lovlar boshqa odam nomidan to'lanadi. Lekin ijara shartnomasi ro'yxatdan o'tmagan. Mana shunday holatlar yangi tartibda ko'proq savol tug'diradi. Oldin ko'p narsa qo'l kelishuvi bilan hal bo'lardi. Kvartira ijarasi og'zaki kelishilardi. Pul karta orqali qarz yordam to'lov deb yuborilardi. Kichik savdo qilayotgan odamlar ham shaxsiy kartaga pul qabul qilardi. Endi asosiy o'zgarish shuki, shaxsiy karta bilan tadbirkorlik faoliyati, oddiy qarindoshlar o'rtasidagi yordam bilan muntazam daromad, shaxsiy mulkdan foydalanish bilan yashirin ijara o'rtasidagi farq ko'proq tekshirilishi mumkin. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Yangi yondashuvning mohiyati shundan iboratki, bank kartasiga tushayotgan pulning hajmi, takroriyligi, kimlardan kelayotgani va qanday izoh bilan kelayotgani muhim bo'lib qoldi. Bir marta akangiz 5 million so'm yuborsa, bu odatda muammo emas. Lekin har kuni 2000 odamdan 100 ming, 200 ming, 500 ming so'mdan tushsa, bu savdo yoki xizmat ko'rsatish belgisi sifatida ko'rilishi mumkin. Ko'chmas mulk bo'yicha ham xuddi shunday. Uy, kvartira, noturar joy, yer uchastkasi, do'kon yoki ofis bo'lsa, uning qanday foydalanilayotgani ahamiyatli. O'zingiz yashayapsizmi, ijaraga beryapsizmi, bo'sh turibdimi? Qarindoshingiz yashayaptimi? Tadbirkorlik uchun ishlatilyaptimi? Bularning har bir hujjat bilan izohlanishi kerak bo'lgan holatga aylanishi mumkin. Masalan, kvartira egasi Toshkentda yashamaydi, lekin uning kvartirasida boshqa odamlar yashayapti. Kommunal to'lovlar muntazam to'lanmoqda, internet ulangan, elektr sarfi bor. Agar ijara shartnomasi yo'q bo'lsa, savol tug'iladi. Bu odamlar kim, nima asosda yashayapti? Pul to'layaptimi? Agar pul karta orqali har oy 4 million so'mdan tushayotgan bo'lsa, bu ijara daromadi sifatida baholanishi ehtimoli kuchayadi. Shuningdek, ko'chmas mulk oldi-sottisida ham mablag' manbasi muhimlashmoqda. Kimdir 700 million so'mlik kvartira sotib olsa, lekin rasmiy daromadi ko'rinmasa, bank yoki vakolatli organlar pul qayerdan keldi degan savolni berishi mumkin. Bu savolning o'zi ayblov emas. Lekin unga javob berish uchun oldindan hujjat bo'lishi kerak. Oldingi mulkni sotganlik hujjati, jamg'arma manbasi, qarz shartnomasi, meros hujjati, xorijdan pul o'tkazmasi, dividend yoki tadbirkorlik daromadi. Birinchi navbatda shaxsiy bank kartasiga doimiy ravishda turli odamlardan pul qabul qilayotganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Men bu yerda kichik biznes qilayotganlar, Instagram yoki Telegram orqali savdo qilayotganlar, buyurtma asosida ovqat, kiyim, kosmetika, telefon aksessuari, onlayn kurs, xizmat sotayotganlarni nazarda tutyapman.
Agar siz har kuni o'nlab mijozlardan pul qabul qilsangiz, bu oddiy shaxsiy o'tkazma emas, daromad belgisi hisoblanadi. Bunday faoliyatni rasmiylashtirish kerak. Ikkinchi guruh kvartira, hovli, do'kon, ofis yoki omborni ijaraga berayotganlar. Agar ijara shartnomasi rasmiy bo'lmasa, pulni naqd yoki kartaga olsangiz ham bu baribir xavfli. Chunki pul harakati, qo'shnilarning ma'lumoti, kommunal iste'mol, ijarachining vaqtincha ro'yxatdan o'tishi, hatto kelajakdagi nizolar orqali bu holat ochilib qolishi mumkin. Uchinchi guruh katta summadagi pul o'tkazmalarini hujjatsiz qilayotganlar. Masalan, 1 million so'm qarz berdingiz yoki oldingiz, lekin yozma shartnoma yo'q. Keyin bu pul bank kartasiga tushdi. Savol tug'ilganda do'stim qaytardi deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa summa katta bo'lsa, qarz shartnomasi, tilxat, pul berilgan sana va qaytarish shartlari ko'rsatilgan hujjat kerak. 4-guruh qisqa muddat ichida bir nechta ko'chmas mulk sotib olayotgan yoki sotayotganlar. Agar odam bir yilda 3 ta kvartira olib sotsa, bu oddiy shaxsiy ehtiyoj emas, tijoriy faoliyat sifatida ko'rilishi mumkin. Bunday holatda soliq majburiyatlari daromadni tasdiqlash, kelib chiqish manbasi bo'yicha savollar paydo bo'ladi. 5-guruh nomida mulk bor, lekin aslida boshqalarga tegishli qilib yuradiganlar. Masalan, tanishingiz sizning nomingizga kvartira oldi, mashina oldi yoki karta ochib ishlatdi. Men bunday holatdan qat'iy ogohlantiraman. Hujjatda kim egasi bo'lsa, savol ham birinchi navbatda o'sha odamga keladi. Bu meniki emas edi degan gap keyin isbot talab qiladi. Endi muhim jihat, hamma ham qo'rqish shart emas. Agar sizning kartangizga oylik maosh, pensiya, stipendiya, aliment, davlat to'lovi yoki yaqin qarindoshlardan oddiy yordam kelayotgan bo'lsa, odatda bu normal holat. Masalan, farzandingiz chet eldan oyiga 2-3 million so'm yuborsa, bu oilaviy yordam sifatida tushuntirilishi mumkin. Lekin baribir pul o'tkazma izohida oilaviy yordam, ona uchun yordam, davolanish uchun kabi aniq ma'no yozilgani yaxshi. Agar siz o'zingiz yashayotgan bitta uyingizga ega bo'lsangiz, uni ijaraga bermasangiz, ko'chmas mulk bo'yicha alohida xavotirga asos yo'q. Mulk solig'i, yer solig'i va kommunal majburiyatlar vaqtida to'lansa, hujjatlar joyida bo'lsa, odatda muammo bo'lmaydi. Agar siz bir martalik katta summa olgan bo'lsangiz, masalan, avtomobilingizni sotdingiz va pul kartangizga tushdi. Bu ham o'z-o'zidan muammo emas. Lekin avtomobil oldi-sotdi hujjati, to'lov kelishuvlari, xaridor bilan yozishmalar saqlangan bo'lsa, savol tug'ilganda aniq javob berasiz. Masalan, men amaliyotda ko'p ko'rgan holat, odam uyini sotadi, pulni bir nechta bo'lib kartaga oladi, keyin yangi uy oladi. Agar birinchi uyning sotilganini tasdiqlovchi notarial shartnoma bo'lsa, pul manbasi tushunarli. Lekin uyni norasmiy kelishuv bilan berib, pulni boshqa odamlar nomidan bo'lib olgan bo'lsa, keyin izohlash qiyinlashadi. Birinchi misol, Dilnoza ismli ayol uyda shirinlik pishirib sotadi. Avvaliga haftasiga 3-4 ta buyurtma olgan, pulni shaxsiy kartasiga qabul qilgan. Keyin ishi yurishib, har kuni 20-25 ta mijozdan pul tusha boshlagan. Bir oyda kartasiga 35 million so'm kirim bo'lgan. U bu foyda emas, ichida mahsulot xarajati bor deydi. To'g'ri. Lekin tashqaridan qaralganda bu muntazam savdo daromadi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l faoliyatni rasmiylashtirish, tushum va xarajatlarni ajratish, shaxsiy karta bilan biznes tushunalashtirmaslik. Ikkinchi misol. Abror aka Toshkentdagi kvartirasini oyiga 5 million so'mga ijaraga bergan. Shartnoma qilmagan, tanish odam muammo bo'lmaydi deb o'ylagan. Ijarachi har oy kartaga pul tashlagan. Bir yilda 6 million so'm tushgan. Keyin ijarachi bilan nizo chiqib, u men shu kvartirada yashaganman, pul to'laganman deb yozishmalarni ko'rsatgan. Natijada ijara daromadi, soliq va shartnoma masalasi ko'tariladi. Agar boshdan shartnoma qilinib, ijara rasmiy ko'rsatilganda vaziyat ancha sodda bo'lardi. Uchinchi misol. Bir yigit chet elda ishlaydigan akasidan 200 million so'm oldi va yer sotib oldi. Pul bir necha bo'lib kartaga tushdi. Keyin mablag' manbasi so'ralganda, u akam yuborgan deydi. Agar xalqaro pul o'tkazmalari kvitansiyasi, aka-uka qarindoshlik hujjati, pulning maqsadi bo'yicha yozma izoh bo'lsa, buni tushuntirish oson. Agar pul turli tanishlar kartasidan kelgan bo'lsa, savol ko'payadi. Nega akasi bevosita yubormadi? Bu odamlar kim? Pulning asl egasi kim? 4-misol. Bir fuqaro do'sti uchun o'z nomiga bank karta ochib bergan. Do'st esa shu karta orqali savdo qilgan. Bir oyda taxmin million so'm aylanma bo'lgan.
Savol kelganda karta egasi men foydalanmaganman deydi. Lekin karta uning nomida, telefon raqami uning nomida, bank bilan shartnoma uning nomida. Bu juda xavfli. Hech qachon kartangizni, plastik hisobingizni, mobil bankingizni boshqa odamga bermang. Bu nafaqat soliq, balki firibgarlik, qarz, noqonuniy operatsiyalar bo'yicha ham muammo tug'dirishi mumkin. 5-misol, oila farzandiga uy olib bermoqchi. Ota-onaning yillab yig'gan puli bor. Bir qismi naqd, bir qismi bankda uy farzand nomiga olinadi. Bu holatda hadya shartnomasi, pul manbasini tasdiqlovchi hujjatlar, bankdagi yechimlar va oilaviy munosabatlarni ko'rsatuvchi hujjatlar saqlangan bo'lsa yaxshi. Chunki farzandning rasmiy daromadi bo'lmasa ham mulkni ota-onasi olib berganini hujjat bilan izohlash mumkin. Eng katta xato pul kartaga tushsa, demak hammasi qonuniy deb o'ylash. Bank orqali o'tgan pul shaffofroq bo'ladi, lekin bu uning soliqdan ozodligini anglatmaydi. Agar pul xizmat, savdo, ijara yoki boshqa daromad evaziga olingan bo'lsa, uning huquqiy maqomi bo'ladi. Ikkinchi xato pul o'tkazma izohiga e'tibor bermaslik. Ko'p odamlar salom pul, qarz, aka to'lov deb yozib yuboradi. Keyin bir yildan keyin bu nima uchun kelganini eslash qiyin. Men tavsiya qilaman, agar pul qarz bo'lsa, izohga qarz qaytarish deb yozilsin. Agar oilaviy yordam bo'lsa, oilaviy yordam deb yozilsin. Agar ijara bo'lsa, shartnomaga mos ravishda ijara to'lovi deb yozilishi kerak. Izohning o'zi hamma narsani hal qilmaydi, lekin dalillar zanjirida yordam beradi. Uchinchi nozik jihat naqd pul. Ba'zi odamlar kartaga olmasam ko'rinmaydi deb o'ylaydi. Bu juda xavfli fikr. Chunki ko'chmas mulk sotib olayotganda, katta xarajat qilayotganda, kommunal to'lovlarda, ijarachilar bilan nizoda, notarial hujjatlarda baribir iz paydo bo'ladi. Naqd pulni ishlatish hujjatsiz bo'lsa, mablag' manbasini tushuntirish yanada qiyinlashadi. 4-jihat qarindoshlar o'rtasidagi pul. Qarindoshlar o'rtasidagi yordam ko'p hollarda tabiiy holat. Lekin juda katta summalar bo'lsa, hujjat zarur. Masalan, uka akasiga 300 million so'm berdi. Bu hadyami, qarzmi, umumiy biznes pulimi, uy sotib olish uchun yordami, har birining huquqiy oqibati boshqa. Shuning uchun katta summalarda og'zaki kelishuvga tayanmang. 5-jihat mulk nomi bilan foydalanish nomi mos kelmasligi. Uy sizning nomingizda, lekin u yerda boshqa oila yashaydi. Agar ular qarindosh bo'lsa, buni tushuntirish mumkin. Lekin ijara olsangiz shartnoma kerak. Do'kon sizning nomingizda, lekin u yerda boshqa odam biznes yuritsa, ijara yoki foydalanish shartnomasi bo'lishi shart. Aks holda mas'uliyat kimda ekani noaniq qoladi. Men tomoshabinlarga bir narsa aniq aytaman. Har bir pul tushumi daromad emas. Masalan, do'stingiz sizga restorandagi umumiy hisob uchun o'z ulushini yubordi. Bu daromad emas. Singlingiz sizdan vaqtincha qarz oldi va qaytardi. Bu daromad emas. Farzandingiz o'qishi uchun ota-onasi pul yubordi. Bu ham odatda daromad sifatida ko'rilmaydi. Lekin bunday holatlarda ham mantiq bo'lishi kerak. Har kuni yuzlab odamdan qarz qaytdi deb pul kelsa, bu shubhali ko'rinadi. Meros orqali olingan mulk ham alohida holat. Agar sizga uy meros bo'lib o'tgan bo'lsa, meros hujjatlari saqlansin. Keyin uyni sotsangiz, pul manbasi tushunarli bo'ladi. Hadya qilingan mulkda ham hadya shartnomasi bo'lishi kerak. Ayniqsa qimmat ko'chmas mulkda og'ziga kelishgan edik degan gap yetarli emas. Yana bir istisno, bir martalik oilaviy katta to'lov. Masalan, to'y, davolanish, o'qish, uy ta'miri uchun qarindoshlar pul yig'ib berdi. Bu hayotda bo'ladigan holat. Lekin men bunday vaziyatda ham ro'yxat yuritishni maslahat beraman. Kim qancha berdi, qachon berdi, nima maqsadda berdi? Agar bank orqali bo'lsa, izoh yozilsin. Agar naqd bo'lsa, hech bo'lmasa yozma qayd bo'lsin. Ko'chmas mulkda ham shunday. Agar uyingizda qarindoshingiz bepul yashayotgan bo'lsa, bu ijara emas. Lekin keyinchalik savol tug'ilsa, qarindoshlik aloqasi, yashash sababi. Pul olinmasligi tushuntiriladi. Agar u begonalar bo'lsa va har oy pul tushsa, buni bepul yashayapti deb ko'rsatish qiyin bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, bank kartalaringizni tahlil qiling. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy ichida kartangizga kimlardan, qancha, nima sababdan pul tushganini ko'rib chiqing. Agar pul tushumlari asosan maosh, pensiya, qarindosh yordami va oddiy shaxsiy o'tkazmalar bo'lsa, xavotir kam. Agar turli odamlardan doimiy tushum bo'lsa, bu savdo yoki xizmatga o'xshab ko'rinadimi? Yo'qmi? Shuni baholang. Ikkinchi qadam, shaxsiy va ish pulini ajrating. Agar siz savdo qilsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, ijaradan daromad olsangiz,
Buni shaxsiy karta orqali yuritish o'rniga rasmiy faoliyat shaklini tanlang. Yakka tartibdagi tadbirkorlik o'zini o'zi band qilish yuridik shaxs yoki boshqa mos rejim bo'lishi mumkin. Qaysi biri mos kelishini faoliyatingiz hajmi, daromadingiz va xarajatlaringizga qarab tanlash kerak. 3-qadam ijara bo'lsa shartnoma qiling. Kvartira, uy, do'kon yoki ofisni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, ijarachi bilan yozma shartnoma tuzing va belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazing. Shartnomada manzil, ijara muddati, oylik summa, to'lov kuni, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit bo'lsa uning sharti yozilsin. Pulni olayotganda izoni ham shartnomaga mos yozdiring. 4-qadam katta summalar uchun hujjat tayyorlang. Qarz olsangiz yoki bersangiz oddiy yozma shartnoma tuzing. Unda tomonlarning ism familiyasi, pasport ma'lumoti, summa, valyuta berilgan sana, qaytarish muddati, foiz bor yoki yo'qligi yozilsin. Imzo qo'yilsin. Juda katta summa bo'lsa, notarial tasdiqlashni ham ko'rib chiqing. Bu faqat tekshiruv uchun emas, nizo bo'lsa ham sizni himoya qiladi. 5-qadam ko'chmas mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, hadya yoki meros hujjatlari, to'lovni tasdiqlovchi bank hujjatlari. Ta'mir xarajatlari bo'yicha asosiy dalillarni alohida papkada saqlang. Elektron nusxasini ham saqlang. Ko'p odamlar hujjatni faqat kerak bo'lganda qidiradi, lekin eng katta muammo ham shunda boshlanadi. 6-qadam izohlarni to'g'ri yozing. Bank o'tkazmalarida maqsad aniq bo'lsin. Qarz qaytarish, oilaviy yordam, ijara to'lov, uy oldi sotdi bo'yicha to'lov, davolanish xarajati uchun yordam kabi mazmunli izohlar keyinchalik vaziyatni tushuntirishga yordam beradi. Albatta, izoh yolg'on bo'lmasligi kerak. Pul ijara uchun bo'lsa, qarz deb yozish muammoni hal qilmaydi. Aksincha chalkashtiradi. 7-qadam nomingizdagi karta va mulkni boshqa odamga boshqarishga bermang. Mobil bankingiz va paroli, karta raqamingiz, SMS kodlaringiz, bank ilovangizga kirish imkoniyati faqat sizda bo'lsin. Kimdir faqat vaqtincha ishlataman desa ham rozi bo'lmang. Chunki operatsiyalar sizning nomingizdan o'tadi. 8-qadam savol kelsa, vahima qilmang. Agar bank yoki vakolatli organ tushuntirish so'rasa, birinchi qiladigan ish faktlarini yig'ish. Qaysi pul, qachon, kimdan, nima sababdan kelganini aniqlang. Shoshilib noto'g'ri izoh bermang. Kerak bo'lsa, soliq maslahatchisi yoki yurist bilan maslahat qiling. Hujjat bor joyda tushuntirish ancha oson bo'ladi. Men sizga oddiy ro'yxatni aytaman. Bank kartasidagi tushumlar uchun bank ko'chirmasi kerak bo'ladi. Katta qarzlar uchun qarz shartnomasi yoki tilxat kerak. Qarindosh yordami uchun qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, pul yuborilgan maqsad bo'yicha yozishmalar yoki izohlar yordam beradi. Ko'chmas mulk uchun kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, notarial hujjatlar, meros guvohnomasi yoki hadya shartnomasi kerak. Ijara uchun ijara shartnomasi, ijarachining ma'lumotlari, to'lov jadvali, kommunal to'lovlar bo'yicha kelishuv zarur. Agar uy ta'miri uchun katta xarajat qilgan bo'lsangiz, usta bilan kelishuv, material cheklari, bank to'lovlari saqlansa yaxshi. Chunki ba'zan odam mulkini sotganda yoki ijaraga berganda ta'mir xarajatlari haqida gapiradi, lekin dalil bo'lmasa, bu faqat og'zaki gap bo'lib qoladi. Agar siz xorijdan pul olsangiz, xalqaro pul o'tkazmasi kvitansiyalari, yuboruvchining ma'lumotlari, pul maqsadi bo'yicha izohlar saqlansin. Chet eldagi farzand yoki turmush o'rtoq yuborgan pul bo'lsa, bu odatda tushunarli, lekin katta summalarda hujjatli izoh baribir kerak. Birinchi xato hamma shunday qiladi deb yurish. Hamma bir ishni qilgani uning to'g'ri ekanini anglatmaydi. Bugun savol berilmasa, ertaga ham berilmaydi degani emas. Ikkinchi xato hujjatni keyin qilamiz deyish. Pul o'tib bo'lgandan, nizo chiqqandan yoki savol kelgandan keyin hujjat tuzish qiyin. Eng yaxshi himoya oldindan to'g'ri rasmiylashtirish. Uchinchi xato boshqa odam nomidan pul aylantirish. Masalan, savdo qilayotgan tanishingiz mijozlardan pulni sizning kartangizga oldiradi. Keyin u pulni olib ketadi, sizda esa aylanma qoladi. Bunday holatda daromad sizniki emasligini isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. 4-xato ijara daromadini kichik deb o'ylash. Oyiga 2 million so'm nima bo'libdi deyishadi. Lekin bir yilda bu 24 million so'm bo'ladi. Bir nechta kvartira bo'lsa, summa yanada oshadi. Muntazamlik bor joyda daromad masalasi paydo bo'ladi. 5-xato. Ko'chmas mulk sotib olishda pul manbasini o'ylamaslik. Uy olishdan oldin faqat narx va joylashuvga qaramang. Pulni qanday ko'rsatasiz? Qaysi hisobdan to'laysiz? Kim yordam beradi?
Hujjatlar qanday bo'ladi? Bularni oldindan rejalashtiring. Bugungi asosiy xulosa shuki, bank kartasi va ko'chmas mulk endi shunchaki shaxsiy masala sifatida ko'rilmaydi. Agar pul harakati katta, doimiy yoki tushunarsiz bo'lsa, agar mulk ijaraga berilsa, agar katta xaridlar rasmiy daromad bilan mos kelmasa, savollar tug'ilishi mumkin. Savoldan qo'rqish kerak emas, lekin javobsiz qolishdan qo'rqish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Kartalaringizni tartibga keltiring. Shaxsiy va ish pulini ajrating. Ijara shartnomasini rasmiy qiling. Katta summalarni hujjatsiz aylantirmang. Ko'chmas mulk hujjatlarini alohida saqlang va pul o'tkazmalarida izohlarni aniq yozing. Eng muhimi, kartangizni va nomingizdagi mulkni boshqa odamning ishlari uchun berib qo'ymang. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizningcha bank kartalari va ko'chmas mulk bo'yicha nazorat kuchaygan oddiy odamlar uchun foydalimi yoki ortiqcha bosimmi? Fikringizni yozing. Chunki keyingi videolarda men aynan sizlarning savollaringiz asosida yana muhim mavzularni batafsil tushuntirib beraman.